Assalomu alaykum, Nasli Choro YouTube kanalining hurmatli obunachilari, akalar, ukalar. Bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'ida Abduvohid akamizning xonadonida ikki bosh xohlang so'ying, xohlang yetalang mana. Ikkala yo'liga ham yuradigan ikki bosh novvasi bor ekan. Shuni qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib chiqarib beramiz. Sizlar bittadan videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hurmatli aka-ukalar, mana mol novvasi ko'ryapsizlar, ikkalasini ham. O'ta go'zal. Gazlari uzun mana. Zotga ishlatsalangan bo'ladi, rossiyskiy novvas. Abduvohid aka, buni kurak chiqarganmi? Ha? Kurak tish chiqarganmi? Chiqargan bo'lsa kerak, bilmayman lekin. Hali ko'rmagansiz? Yo'q. Yosh narsaga o'xshayapti. Lekin yosh hali chiqargan ham yo'q bo'lsa kerak. Bular ham bilmadim. Bugun 22 avgust 2026-yil. Hurmatli obunachilar, mana molni ko'ryapsizlar. Ikkalasi ham ajoyib, yelkalarini qaranglar. Jonivorda. Juda kengayib ketgan. Yeb ichish sog'liqlari zo'rmi aka? Zo'r. Mana o'xurlarni quritib qo'ygan. Qanday boqyapsiz bular? Qarov yaxshi. Ikki mahal berasizmi? Ikki mahal yemaydi. Necha kilodan beryapsiz? 2 kilodan. 2 kilo ertalab, 2 kilo kechqurun. 4 kilo. Mana aka-ukalar. Mol sifat ikkalasi ham dahshat lekin. Havas qilsa arziydigan. Haqiqiy dehqon akamiz. Akamizdan doim narxlar arzon chiqadi. O'tgan safar ham chiqarganmiz. Sheriklarni ham chiqardingiz-ku? Ha, buni sheriklarni ham chiqardik-a? Ha, sheriklar sira chiqargandik, ikkalasi ham o'sha kunda o'zida sotilib ketdi. Bir kunda sotilgan sababi shu narxlar o'ta chiroyli qo'yiladi-da, hurmatli obunachilar. Mollar o'ta go'zal narsalar ekan. Ha. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'ida. Abduvohid aka, bularga dastavka bormi, yo'qmi? Yo'q, dastavka yo'q. Bizda mashina yo'q bizda. Mashina yo'q, uzoqdan kelsa chetdan gaplashib berasiz. Chetdan gaplashib beramiz. Qiynalmaydi. Ha, qiynalmaydi. Xudo xohlasa. Ko'ryapsizlarmi gazini? Shu joyga like bosib qo'yinglar. Mana yelkalar. Mollarni yeb ichish sog'liqlari joyida. Joyida bari. Qo'li o't, hamma yo'g'i ajoyib, soz holatda. Xullas, zarurat bo'lib qolgani uchun sotilyapti mana. Qiziqqanlarga endi aka To'yga xudo xolasa, to'yga yaxshi narsa. kunlarga mayli. Yaxshi kunlarga. Hammaga nasib qilsin aka. Shunday buqalar yetalab, hammaga nasib yetkazib, mana shunday boqib, to'ylarga sarflash hammaga nasib qilsin aka. Qancha qo'yib berasiz narxlarni aka? Kelishaveramiz endi. Men buncha deb aytalimman, kelib ko'rsin molni, ma'qul qilsin. Aytib qo'ying. $70 deb turibmiz unuga. Taroziga? Taroziga 70 mingdan? Gap yo'q. Oyoqqa ham sotaveramizmi? Sotaveramiz oyoqqa ham. Qancha aytasiz? Ikkalasini 80 deb turibmiz hozircha. Uncha indaqas bo'lsa yo'lini qilib beramizda, xudo xolasa. Kami bor, ha. Kami ko'pmi, kammi? Kelishtirib beramiz, ma'qul qilaversin, xudo xolasa. Xullas, bu savdo to'g'rimi aka? Mana kelasizlar, hisoblang chiqsa, taroziga 70 mingdan, oyoqqa 80 million jupiga aytilyapti mana. Kelib turib, qo'lda ushlab savdoni qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Beshariq tumani Novkat qishlog'i, Abduvohid akamizning xonadonida. Telefon nomeri ayting. 99lik 99lik 499 71 10. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Ulgurib qolasizlar, aloqaga chiqib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Amin.